Xo'sh do'stlar, hammanglarga salom. Bugun bizning videomizda Tibet Gurduvani full flash videosi bo'ladi. Albatta videoni boshlash oldin like bosib qo'yinglar va meni kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolaman. Biz videoni boshladik. Dallas 2025dagi Tibet Gurduvani hop oldin 95 bo'lgan, 94 rating, 84 reytingi tushib ketgan. Hop, biz Tibet Gurduvani full flashni boshladik. Boshlanishidan ikkita manaqadan beramiz. Reaksiyasiga tushdi, normalni. Yana reaksiya. Hop. Qo'l bilan o'ynashi normal. Davay. Bitta redan ketadi endi. Kurtuani qo'ldan kelgancha 93 ga 93 qila olamizmi reaksiya bilan qo'l bilan o'ynashni? Hop. sakson yetti bir xil ketmoqda. Ikkalasi ham hozir reaksiyasi bilan qo'l bilan o'ynashi. Bu normalniy degani yaxshi. Norm. Hop, rukovatel 90 bo'lib ketdi. Reaksiyasi yetib olish kerak. 89 92 rukovatel qo'l bilan o'ynashi yaxshi kuchaymoqda. Reaksiyasi 90 normalniy yaxshi. 91 hop, endi olmasini ishlatar ekanmiz. Endi lotereya qanaqa zo'r kuchaydi bunisini men bilmadim. Lekin 92 bu bir xil daraja. Endi top rukovatel, ya'ni qo'l bilan o'ynashga tushish katta ehtimol bor. Hop, berib ko'ramiz va reaksiyasiga tushmoqda. Reaksiyasi bir xil. Yetdimi sizlarga bir xil chiqara olamanmi dedim. Endi 93 ga 93 bo'lmadi, 92 bo'ldi. Bu normalniy yaxshi degani. Hop, bitta screenshot olib qo'yamiz. Normalniy yaxshi bo'ldi. Bo'yi ham 2 metrlik darvozabon. Endi bar asosiy darvozabonim Alisson Becker. Kurtuani ham qo'ysam bo'ladi. Albatta videoni yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va meni kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolaman. Tipi Kurtuani endi bundoq qilamiz. Bitta 3 talikni berib ko'rsam. Hop. Rukovatel 95, reaksiyasi 94 bo'ldi. Yomon emas. Xo'sh do'stlar, hammanglarga rahmat. Sog' salomat bo'ling.